Men sizni ko'rishim bu Mo'min Ibrohimovich. Labek. Sizni so'rab kelishdi. Kim? Otasi men deyaptilar. Mani otam 8 yoshimda tashlab ketgan. Meni unaqa otam yo'q. Haydab boringlar. Tushuntira olmayman. Haydab boringlar dedimmi? Rahmat sening. Voy do'stim, ayt nega holing parishon, alamdan yuraging esilyaptimi? Go'yoki dunyoda birgina sening omadsiz kunlaring cho'zilyaptimi? O'g'lim. O'g'lim demayman. Bolam. Bolam demayman. Endi o'g'il kerak bo'lib qoldimi? Endi bola kerak bo'lib qoldimi? 8 yoshimda onam bilan tashlab ketdi. Ko'chalarda xor bo'lib yurdik. Ana o'sha payt qattiq edi, nomard. Ana undan keyin o'zimga keldim. O'qidim, ishladim. Sharoitim endi yaxshi bo'lganda, endi o'g'il kerak bo'lib qoldimi? Yoki pul kerak bo'lib qoldimi? Chiqib ket. Yo'q senga pul. Ket dedim men senga. Ahmoq ekansan. Men seni qidirib keldim, bolam. Doktorlar har xil tashxis qo'yyapti. Men mana 6 ta kompaniyam bor. 4 ta zavodlarim bor. Do'konlar, restoranlar, seni bir tiyin kerak emas. Shularni bitta o'g'lim merosga o'g'limga qoldirib ketaman deb keldim. Senga. Lekin sen otingdan yuz o'g'ding. Xayf sendagi farzanddan xayf. Ko'tar. Nonkor. Ablah. Mo'min Ibrohimovich. Da, Oyingiz keldilar. kirsinlar. Yaxshiyamishda ekansan. Yaxshi ishlayapsan bolam. Ha, adang topildi. Hozir telefon qildi. Men o'zim bilan gaplashmang, o'g'liz bilan gaplashing dedim. Hozir kelib qoladi. Hamma zavod, fabrika, hamma boyliklarni senga o'tkazib ketadi. Faqat kelganda yaxshi gapirib turgan. Tushundingmi? Ada deb turgan. Kelganda borga jahl qilib yana haydab yubormagan. Bo'ptimi bolam? Onajonim, telefon nimaga ishlab chiqarilgan? Telefon qilmaysizmi?